Salom do'stlar. Sizlarni Animus kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun sizlarga men juda ham tez mashhurlikka erishgan va qiziq anime bo'lgan Sehr va mushaklar animesining dastlabki 6 ta qismi, ya'ni yarmi haqida so'zlab beraman. Albatta, animeni o'zbek tilida faqatgina mediatv.uz saytida yoki Play Marketdagi anibla.uz ilovasi orqali tomosha qiling. Shuningdek, Animuzning Telegram kanaliga ham tashrif buyuring, chunki u yerda ham barcha anime sharh qismlari to'liq holda joylab borilyapti. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. Biz boshladik. Bu yer sehrgarlar qirolligi. Bu yerda hamma sehr ishlatadi. Hattoki eng oddiy narsalar ham sehr yordamida bajariladi. Bu yerda insonning jamiyatdagi o'rni sehrni qay darajada mahorat bilan ishlatishiga qarab belgilanadi. Lekin odamlardan sal uzoqroqda bo'lgan o'rmon ichida bir fizika qonunlarini buzib tashlaydigan bola bor edi. U shtangalarni xuddi tayoqdek o'ynatib yuborardi. Tasavvur qiling, necha kilogramm. Uni yuzida chiziq yo'q edi. Nega? Har bir sehrni ishlata oladigan odamning yuzida 1, 2 yoki 3 dona chiziqlari bo'ladi. Sehrni ishlata olmaydiganlarning esa yuzida chizig'i bo'lmaydi. Uning ismi Mesh. U o'rmonda otasi bilan birga yashar edi. Lekin u juda ham kuchli bo'lgani bilan sal aqli kamroq edi. Va u profiterolilarni juda ham yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun u otasi taqiqlagan bo'lsa ham baribir profiterolilarni olish uchun shaharga bordi. Lekin otasi unga bekorga shaharga borma demayotgan edi, chunki agar hukumat sehrdan foydalana olmaydigan bolani borligini sezib qolishsa, darhol uni o'zlari bilan olib ketishadi va kim biladi unga nima qilishadi. Lekin xuddi shu holat ro'y berdi. Politsiya uni sezib qoldi va ularning ortidan o'rmonga yetib kelishdi. Ular Meshning otasini qiynab, undan o'g'lini qayerda ekanligini so'rashga harakat qilishdi. Lekin u hech narsa aytmadi. Chunki uning yuzida chizig'i bo'lsa ham baribir u bolaligida sehrdan yaxshi foydalana olmagan. Shuning uchun uni doim tahqirlab kelishgan va hatto o'zini o'ldirish darajasiga ham borgan. Aynan shu vaqtda bir kichkina bolakayning yig'isi uni yana hayotga qaytardi. O'sha bolakay bu Mesh edi. Uni yuzida chizig'i bo'lmagani uchun uni tashlab ketishgan. Keyin esa u Meshni o'z farzandiday tarbiyalaydi. Shuning uchun u hech narsani aytmadi va politsiyachilar endi uni o'ldiramiz deb turgan vaqtda Mesh kelib qoldi va u hammasini dabdalasini chiqarib yubordi. Hatto Brianning ajdarhoga qarshi ishlatgan sehrini ham o'zining qo'li yordamida boshqa yerlarga uzatib yuborib, jonglyor qilib, tepib, sehrni ham sehrini chiqarib yubordi. Oxiri Brian yengilgandan so'ng ularga sulh taklif qildi. Sehrgarlar maktabiga kirib va u yerda tanlanganlardan bo'lib, hukumat tepasiga chiqishi va undan so'ng Brianni boy qilish kerak edi. Agar rozi bo'lmasa, unda butun hukumat ularni ortidan ta'qib qiladi va uning otasi qiyinchiliklarda qolib ketishi mumkin. Shundan so'ng Mesh uning taklifiga rozi bo'ldi va xuddi Hogwartsga o'xshagan sehrgarlar maktabiga bir tomchi ham sehr yo'q bola o'qishga keldi. Bu yer Easton sehrgarlar maktabi edi. Bu yerda juda ham ko'pchilik imtihon topshiradi. Faqatgina sehri eng kuchlilarigina imtihonlardan o'tishi mumkin. Bizning umuman sehri bo'lmagan Mesh juda ham aql bovar qilmas ishni ko'rsatdi. Ya'ni u bu yerda jismoniy quvvatni sehrdan kuchli ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Ulardan imtihon olayotgan professor Lucci Mesh unga yoqmagani uchun uni yiqitishga astoydil harakat qildi, lekin baribir buni uddalay olmadi. Mesh hatto professor Lucci uni imtihonda qoldirib yuborish uchun tayyorlagan Lemont Irvin ismli qizaloqni ham labirint ichidan qutqarib, o'zi bilan birga imtihondan olib o'tdi.
Bu esa tabiiyki imtihon oluvchiga yoqmadi va u Meshni endi sehri bilan jarohatlayman deb turgan vaqtda xuddi Albus Dumbledorega o'xshagan ushbu maktabning direktori Wolberg kelib hammasini to'xtatdi va Meshni o'zi bilan suhbatga olib ketdi. Suhbatda Mesh professorga juda ham yoqib tushdi. Mesh esa uning so'nggi imtihonidan ham a'lo darajada o'tib, sehrgarlar maktabiga qabul qilindi. Uning o'rganishi ham juda ham ajoyib bo'ldi. Odamlar sehr bilan zo'rg'a qiladigan ishni Mesh bitta qo'l bilan amalga oshirardi. Mesh yotoqxonada 302-xonada Finn Ames bilan birga qo'shni bo'ldi. U bolakay juda ham ko'ngli toza, oq ko'ngil yigit edi. Lekin sal nimjonroq edi-yu, lekin Meshni oldida bunda olib qaraganda hamma nimjon. Mesh bu yerda eng yaxshi o'quvchi va hukumatning bir a'zosi bo'lishi uchun oltin tangalarni yig'ish kerak edi. Oltin, kumush va bronza tangalar o'quvchining yutuqlariga qarab topshiriladi. Ertasi kuni maktabda supurgida uchish darsi bo'ldi. Lekin sehryoq odam qanday qilib supurgida uchishi mumkin? Aynan shu narsa ham meni juda ham qiziqtirdi va aql bovar qilmas ish ro'y berdi. U bir bola bilan kuch sinashayotib, zip etib, bir deganda 100 metr masofani bosib o'tib qo'ydi. Qanday? U birinchi supurgini uloqtirdi va shundan so'ng uni ortidan o'zi sakrab, havoga qarshilik ko'rsatib, sal o'zini tezligini sekinlashtirib, supurgini ustiga o'tirib oldi. Jinni bo'lib qolish hech gap emas. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Shundan so'ng Lloyd Cavell, maktabning eng zo'ravon o'quvchisi, Meshni o'ziga do'st qilib olmoqchi bo'ldi va darsdan so'ng shu yerda uchrashni taklif qildi. Lekin bizning Mesh o'zi sevgan profiterolilarni tayyorlash bilan ovora bo'lib qolib, ko'rishni esdan chiqarib qo'ydi. Shundan so'ng Lloydning Meshga bo'lgan yomonliklari boshlandi. Meshning kitoblari yirtilgan holatda bo'lar edi. Lloyd esa unga yangi kitob berish va oltin tangalarni qo'lga kiritish bahonasida odamni juda ham haqorat qiladigan ishlarni qildirar edi. Lekin bizning Dumbil Mesh bu narsalar unaqa yomon ekanligini tushunmasdi va oltin tangalarni olib baxtli hayotga erishish ilinjida u aytgan hamma narsalarni bajardi. Lekin ma'lum bo'ldiki, Meshning kitoblarini uning xonadoshi yirtayotgan ekan. Nega? Chunki uni ana shu bola majburlagan. Lekin bu safar yana o'sha ishni qilishga uning vijdoni yo'l bermadi. Shunda ularga rad javobini berdi va natijada ulardan kaltak yedi. Aynan o'sha vaqtda Mesh qaytib kelayotib, ularni ko'rib qoldi. Keyin esa Mesh qarasa uning xonadoshini qiynayotgan Lloydni ko'rib, uni o'zini yerga ekib qo'ydi. Lekin u bu yerda juda ham katta xatoga yo'l qo'ygandi. Uning yaqin tanishi bu maktabning direktor o'rinbosari Farman Greggs edi. U Mesh va uning do'stini maktabdan haydab yuboraman deyotgan edi. To'satdan Mesh uni o'zini urib, shu yerga ko'mib izsiz yo'q qilib yubormoqchi bo'ldi. Aql bovar qilmas holat. Keyin esa bu gap direktorning qulog'iga yetib bordi. U hokimiyatning buyrug'iga ko'ra Meshni maktabdan haydab yuborishi kerak edi. Lekin u bunday qilmadi, chunki hokimiyatning xunrezliklariga qarshi chiqqan birinchi bola shu edi. Hokimiyatda hamma yerni o'zlaricha boshqaradigan ahmoq odamlar o'tirar edi. Shuning uchun professor Meshning bu qilgan ishini oqladi va uni maktabdan haydamadi. Kutilmaganda Meshni Adler yotoqxonasining terma jamoasiga futbolchi sifatida qabul qilishdi. Bu oddiy futbol emas, bu xuddi Harry Potterdagi singari supurgi ustida uchib yurib o'ynaydigan futbol. Lekin supurgida uchish uchun sehr kerak. Sehrsiz uchib bo'lmaydi. Lekin Mesh nima qilganini aytsam, hozir jinni bo'lib qolishingiz hech gap emas. Bu vaqtda Adler jamoasi yutqizayotgan edi 49-0. Mesh bir sakradida havoda uchdi. Qanday? Oyog'ini xuddi vertolyotda parraga singari shu darajada tez qimillatgandan havoda turdi. Bo'lmagan narsa deyishingiz mumkin, lekin mana qarang qilib turibdi u. Lekin bundan ham dahshatlisi hali oldinda edi. U to'pni olib darvozaga qarab uloqtirdi. Barmoqlarini otishi hisobiga uchgan to'p yana uni qo'liga qaytib keldi. U xuddi shu holatda to'pni otaverdi. Keyin esa natijada hisob 999 ga yetdi.
chunki hisoblagich bundan boshqa hisoblay olmaydi. Shunday ajabtovur holatda Mesh Adler jamoasini qutqarib qoldi va buning evaziga u kumush tangaga ega bo'ldi. Meshning g'alabasi butun maktabga ovoza bo'ldi. Buni ko'rib, birinchi kurs Land Crowns xuddi Mesh kabi hokimiyatga chiqish ilinjida yurgan bola Meshni to'xtatishga qaror qildi. Ertasi kuni Meshning oldiga keldi-da, unga jang qilishni taklif qildi. Qandaydir qadimgi sehr yordamida uning do'stlarini shisha ichiga qamab qo'ydi. U ham birinchi kurslar orasida ikkita kumush tangaga ega bo'lgan yagona o'quvchi edi va uning kuchi ikkita chiziqli sehr edi. Bu esa u juda ham kuchliligini bildirardi va bu aniq jangda sezildi. Uning Gravioli degan sehri yuqoridan qandaydir bosim tushadi va o'sha sehr ostidagi odam yerga yopishib qoladi. Lekin shunday holatda ham Mesh o'zining jismoniy quvvatini ko'rsatdi. Hatto u bola ham Mesh sehr ishlatmasdan shu darajada kuchli ekanligiga hayron qoldi. Oxirida Mesh o'zining juda ham katta tezligi bilan hammamizni lol qoldirdi. U tepadan tashlab yuborilgan shishani u yerga tushgunigacha olib va ana u bolaning ichidan o'zi haqiqiy bolalar solingan shishani topib olgunicha naq 2 soniya vaqt kifoya qildi. Ma'lum bo'ldiki, bu bola ham o'zi aslida yomon emas, shunchaki uning singlisi og'ir kasal bo'lib sehri yo'qola boshlagan va hokimiyat sehri yo'q bolalarni nima qilishini yaxshi bilgani uchun aynan o'sha xunrezliklarga chek qo'yish maqsadida tangalarni to'plab hokimiyatga chiqish ilinjida yurgan oddiy bola edi. Shunday qilib Mesh o'zining yangi chin do'sti bilan shunday holatda tanishdi. Ganlar maktabida 3 ta yotoqxona bor edi. Adler, Orga, Land. Bular doim bir-biri bilan raqobat qilib kelishgan. Land Crowns Mesh va uning do'sti bilan yaqin do'stga aylandi. Lekin Land yotoqxonasini bir yomon tarafi bor edi. Ular har doim boshqa yotoqxonadagi o'quvchilar olgan tangalarni kuch bilan tortib olishardi. Ular o'ylashardiki, faqatgina biz hokimiyatga ega chiqishimiz kerak. Ertasi kuni o'rmonda Adler va Land yotoqxonalari o'rtasida o'rmonda amaliyot bo'lib o'tdi. Ularning vazifasi o'rmondagi juda ham bahaybat bo'lgan chayonlarni yengish edi. Har bir yengilgan chayon uchun ular kumush yoki bronza tangalar taqdim etishadi. Ular bu yerda Adlerning yana bir krutoy o'quvchisi Dotbar va Land yotoqxonasining eng zo'ravon o'quvchisi bilan tanishdi. Hamma ovga chiqib ketdi, lekin Mesh sal tormozlanib qolib ketgan vaqtda Dotbar uning yoniga to'g'ri kelib qoldi. Endi ular birga ketadigan bo'lishdi. Shunda kutilmaganda bir go'zal qizni bir bolakay hammasi seni deb bo'ldi deb unga sehr ishlatmoqchi bo'lib turgan vaqtda Dotbar kelib qoldi va qizaloqni qutqarib qoldi. Dotbarga esa bu paytgacha hech qaysi qiz bunaqangi sevgi izhor qilmagan edi. Natijada Dotbar o'zini yo'qotib qo'ydi. Bularning sodir bo'lishining sababi o'sha qiz ishlatayotgan sevgi sehrida edi. Avvalgi bola bekorga uni yo'q qilmoqchi bo'lmagan ekan. Keyin u sehrini Meshga ham ishlataman degan vaqtda, lekin unga umuman ta'sir qilmadi, chunki Mesh unaqa narsalardan ancha yiroqda edi. Keyin qiz boshqa yo'lga o'tdi, ya'ni bechora qiz bo'lib qiynalgan, uni majbur qilishgan, shunaqa ish qilishga. Kim desa, biz boshida uchratgan o'sha Land yotoqxonasining zo'ravon o'quvchisi. Qizlarga suyagi yo'q Dotbar esa darrov bo'ldi, men seni qutqaraman dedi va aynan shu vaqtda o'sha zo'ravon yigit kelib qoldi. Uning sehri ikkita chiziqli edi. Bu degani juda ham kuchli. Tabiiyki Dotbarning kuchi unga umuman yetmadi. Bechora Dotbar esa qizni bechora, uni qutqarishim kerak deb o'yladi va o'sha zo'ravon bolaning naqd
10 ta zarbasiga chidab berishga qaror qildi. Chunki u aytdiki, agar qizni qo'yib yuborishimni xohlasang, meni 10 ta zarbamga chidab ber. Shunda uni qo'yib yuboraman dedi. Dodbar esa bunga rozi bo'ldi va bechora juda ham og'riqli bo'lgan 10 ta zarbani qabul qildi. Lekin bechora shuncha zarbalarni kim uchun yedi? O'sha bir yaramas qizni deb 10 ta zarba edi, u esa uni ustidan kulyapti. Shunda oxirgi pallada Mesh yordamga keldi va o'sha zo'ravon bilan jang qildi. Zirhlarini sindirib, o'ziga qarab bitta urganda, o'sha udar u bolaga yetdi. Hattoki bir juda ham katta bo'lgan chayon kelib qolganda ham Mesh uni bitta chertib uchirib yubordi. U chayon esa oltin tangalik chayon edi. Shu holatdan keyin ana bola taslim bo'ldi. Qiz esa hozir meni ham nimadir qilib qo'yishi mumkin deb o'ylab, yana rol o'ynashni boshlaganda, Mesh unga qarab o'tirmadi va shunday qilib Mesh Dodbarni qutqarib qoldi va Mesh o'ziga yana yangi do'st orttirdi. Meshning kumush tangasi esa oltin tangaga aylandi. Bu birinchi kurslar orasida kamdan kam uchraydigan holat edi. Meshga yutkizgan bolani esa Lord Abel o'zining sehri yordamida qo'g'irchoqqa aylantirib qo'ydi. Aynan shu vaqtda Mesh ham o'zi bilmagan holda shu yerga qarab kelayotgan edi. Do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar video sizlarga manzur keladigan bo'lsa, u holda fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta, bu animening ikkinchi qismi ham chiqadi. Albatta, buni tezroq qilishga harakat qilaman. Shuningdek, yana bir narsani yoddan chiqarmaylik. Bu dunyoda hech narsa mehribon Allohning izmisiz bo'lmaydi. Shunday ekan, anime bu to'qima xolos. Animeni hayotingiz bilan bog'lamang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.